Yaxshimisiz? Opa, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Siz Qadrli Koreya demak kuzatuvchilar, ushbu videoga like bosing, albatta admin Samat fikrlaringizni Ahmedov bilan izohlarda qoldiring aloqadasiz. va qancha ko'p like bosilsa, video shuncha ko'p Yaxshi. insonga tarqaydi. Videoga Nima deysiz? kerakli O'zingizni insonlarga e'tibor, tanishtirsangiz, opa. ozgina yordamingizga qo'ying. Men Maqsudova Nargizman. 1984-yilda tug'ilganman. Hop, Sizga nima haqida ma'lumot berishim kerak? opa, Ikkita farzandim bor. hop, Ha, aha, aytaman, eshitavering. Eshityapman degani. ha. Savollaringiz bo'lsa bering, men javob beraman-da. Xo'p, opa, qayerni fuqarosisiz? O'zbekiston fuqarosiman. O'zbekiston fuqarosiz, juda yaxshi. Menga bergan ma'lumot bo'yicha, sizni turmush o'rtog'ingiz Koreya davlatida yashagan. Koreya davlatiga ishlagani ketganlar 3,5 yil bo'lganda keyin xo'jayinim komaga tushib qoldi deyishdi. Xo'jayinimmi? Aytib beraverami yoki savol berasizmi? Bo'ldi, aytavering, opa. Xo'jayinimni komaga tushib qoldi deyishdi. Komada ekan deb men bayda siqilib yotsam, kechqurun o'g'lim keldida, "Aba, sizni aldashyapti. Dadam komada emas, dadam o'libdilar" dedi. "Qaydan bilding?" desam, "Dedamni butun videolari, rasmlari internetda bitta Koreya yangiligi degan internetda tarqalib yotibdi. Hamma bilib bo'pti, biz bilmayapmiz. Nimaga dadamni intervyuga berdingiz?" deb men bilan menga xafa bo'ldi o'g'lim. Men hech qanaqa o'lmagan deb o'ylab o'tirsam, avaz borib, hech kimdan so'ramay, meni erimni o'lgan joylarda videoga olib, ehsonga qo'yib yuborgan erimni. Keyin Ashida erim o'rtog'i bo'lgan endi yonida o'lganda bo'lganda o'shani kartasiga yig'ilgan ekan. Keyin xo'jayinim o'sha ehsonni nima qilgandan keyin men xo'jayinimni bildim уже hammadan bo'lgandan keyin bir kundan keyin o'rtoqlar telefon qildi-da, shunaqa Nozimjon ehsonga qo'yishgan ekan dedi. Maqsudim Nozimjon edi. Meni kartamga $25,000 pul tushdi 1 soat ichida dedi. Endi asl bir 5-6 ming so'rang avazdan dedi menga. Men aytdimki, nimaga ehsonga qo'yasizlar? Biz ehsonga qo'ymasak ham olib kelib olardik. Mendan so'rash kerak edi ehsonni desam, bilmadim, u qaydandir kelib ehsonga qo'ydi dedi. U bo'lmasa dedi, o'liklar ketolmas ekan dedi. Nimaga ketolmas ekan dedim. Davlatimiz bor, o'liklar qolmaydi dedim. Desam, bilmadim, kelib ehson qildi dedi. Keyin men avazga telefon qildim. Qilsam, aytdiki, men dedi 1 so'm bermayman dedi. Men dedi bu pulni dedi masjid quraman eringni nomidan dedi. Yolg'on gapirma dedim. Bo'pti, masjid qursang ham dedim. Videolarni olib tasha erimni, hamma videolarni olib tasha desam, men bilan shunaqa urushda avaz, seni dedi bir kechada yo'q qilib yuboraman. Agar istasam mashina turib, ertalabgacha bolalaring bilan uyg'onmaysan dedi. Nimaga unaqa qo'rqityapsan? Sen kimsan desam, men dedi o'zimga ishonmasam bu ish qilmayman dedi. Xullas meni rosa u dedi, bu dedi qo'rqitib, haligi nimani olmadi, videolarni olmadi, turdi. Kecha Nozimani ishidagi endi videolar o'chib ketdi. Videolar ashin mahalgacha turdi, 5 yil kamida turdi. Lekin sen bilan oxirigacha boraman dedim. Desam, o'g'ling dedi, yaqinda Koreyaga kelar ekan, o'g'lingni yurishini o'yla dedi. O'g'lim Koreyaga borishini bilib, qaydan bilgan bilmayman. O'qishga topshirganda imtihondan o'tib qoluvdi. Keyin shu o'g'limga bola men mana shu ishni o'shanda bosti qildim. Men o'g'lim xudoga shukr Koreyada 3 yilda qaytib keldi. Men endi hozir qo'rqmayman. Meni tushungani, sizni turmush o'rtog'ingiz Koreya davlatida ishlagan, ishlab yurib o'sha Koreya davlati olamdan o'tgan. Olamdan o'tganligi haqida ma'lumotni sizlar internet tarmog'ida Avazbekni kanali orqali ko'rdinglar. U o'sha eringizni turmush o'rtog'ingizni o'g'lim ko'chadan bilib keldi. O'sha turmush o'rtog'ingiz olamda o'tganligini sizlar internet tarmog'i orqali o'sha bildinglar, ko'rdinglar. O'sha joyda turmush o'rtog'ingizga xayriya ehson loyihasi yig'ilayotganini bildinglar. Bildik. Xo'p, endi sizga savol. O'sha xayriya ehson loyihasi bilan Avazbek sizni turmush o'rtog'ingizni Koreyadan O'zbekistonga jo'natib berdimi yoki o'sha marhum turmush o'rtog'ingizni Koreyadan
O'zbekistonga olib ketishlik uchun siz o'zingiz pul ishlatdingizmi? Yo'q, meni endi to'g'risini aytishim kerak, Alloh yo'lida men yolg'on gapira olmayman. 4.000 gini davlatimiz to'lagan, 2.000 qo'shibdi, ana shu $25.000 dan 2.000 avaz qo'shibdi. Sizni turmush o'rtog'ingizga 25.000 AQSh dollari pul yig'ilgan, o'shadan 2.000 ni sizni turmush o'rtog'ingizga sarflagan. Qolgan pullarni siz so'ramadingizmi? Men keyin qolgan pullarni so'ramasdan oldin nima uchun mendan so'ramay erim ehsonga qo'yding dedim. Mayli qo'yibsan dedim, sharmanda qilding bizni dedim. Endi shuncha sharmanda bo'lganimga yarasha mana ikkita voyaga yetmagan bolalarim uchun hech $5.000 jo'natib ber dedim. Desam, bir tiyin bermayman dedi. Nimaga desam, buni men masjid quraman dedi. Bir so'm bermadi, Alloh guvoh. Agar bergan bo'lsa harom bo'lsin bolalarimga ham menga ham. Xo'p, tushunarli opa. Endi qarang, u masjidni qayerda quraman dedi opa? Koreyadami, O'zbekistondami? Koreyada masjid quraman dedi. Koreyada. Koreyada masjid quraman dedi. Qayerda qurilishigini aytmadimi masjidni? Yo'q, qayerdaligini aytmadi. Koreyada dedi, masjid quraman, nomidan pul qo'shaman dedi. Bu hamma pul dedi, masjidga ketadi dedi. Tushunarli. Opa, turmush o'rtog'ingiz qachon olamdan o'tgan? 2021-yil aprelda olamdan o'tganlar, lekin videosini kecha yaqindagi ishtirokini o'chirib yuboribdi-da. Meni bloklab qo'ygan avaz. Turmush o'rtog'ingiz nimadan olamdan o'tgan edi opa? Turmush o'rtog'im aydi tish oldirganlar. Tish oldirganda gepatit C yuqib qolgan ekan nimalariga. Gepatit C bor-ku, jigar sirroz bo'libdilar edi. Turmush o'rtog'ingiz qonuniy migrantmidi opa? Qonuniy 5 yilga ishga ketganlar. 5 yilga ishga ketgan, ya'ni noqonuniy migrantman. Aytdiki, agar meni bezovta qilaversang dedi, eringni shunaqa videolari bor dedi, shundan internetga qo'yaman, ko'chaga chiqa olmay qoladi, bolalaring ham sen ham dedi. Lekin erimni qanaqa videosi bor bilmadim, jim o'tirdim. Bolalarim sharmanda bo'lmasin deb. Erimni qanaqa videosi bor bilmayman lekin. Meni ashuna deb qo'rqitaverdi. Tushunarli. Bu bo'yicha tegishli idoralarga, xodimlarga ma'lumot berdingizmi siz? Bermadim, chunki o'g'lim Koreyaga ketish kerak bo'lgan edi. Bu avaz juda yomon shantajchi, yomon odamligini bilganim uchun men to'xtatganman bu mavzuni. Nimaga o'g'lim Koreyada tinch yursin deganman. Endi avaz hozir nima deyapti sizga opa? O'sha pulni so'ramadingizmi siz? O'shanda so'raganimda meni bloklab qo'ygan уже. Uni gaplarini yozib olasam, WhatsAppdan gaplashardik-da, WhatsAppda yozib olishni bilmasdim-da. Hozir ham bilmayman, masalan, WhatsAppda gaplashganda yozib olishni. Hozir mana oradan 5 yil o'tdi-ku, masjid qayerga solinibdi? O'sha bir qidirib ko'rmadingizmi? Masjid yo'q. Lekin men uni bunda nimasidan Instagramdan kirib avazga kommentariy yozib turardim. O'likxo'r, mashinnik, bechora xalq seni cho'ntagingga beryapti ehsonni deb yozardim. Shu yozgan nimalarimni sinimikidan, anaqa tanishnikidan yozsam, sразу bloklardi meni. Opa, O'zbekistonni qayerdan edi eringiz? O'zbekiston Namanganni Uchqo'rg'on rayonidanmiz biz. Namanganning Uchqo'rg'on rayonidansiz. Tushunarli. Avazbekka ya'ni hech kim murojaat qilmagan, o'zidan borib ehson loyihasini tashkillashtirgan, tushunganim bo'yicha. Masalanda qarang, sizga bitta savol. Mendan so'ramagani, mana Alloh guvoh, mendan so'ramagani, mendan so'ragan taqdirda ham ehsonga qo'ysa, ehsonni pulini nima qilish kerak edi? Ehsonni pulini o'sha kimga yig'yapti pulni? Avval o'shanga sarflanadi va undan keyin uni qarzi yoki biror narsasi bo'ladigan bo'lsa, o'shalarga to'lov qilinadi. Undan keyin o'sha oilasini sharoiti o'rganib chiqilib, oilasiga beriladi. Agarda oilasi, yaqinlari biza yig'ilgan pul kerak emas, boshqa joyga ehson qiling desa, ana o'sha vaqtda boshqa joyga ehson qilsa bo'ladi bu narsani. Lekin ishonasizmi, o'sha xo'jayinim o'lganda men mana shu uyim ham o'zimniki emas, ikkita voyaga yetmagan bola bilan qoldim men. Men rosa pulga muhtoj edim. Ishoning, pulga muhtoj mahalimda men o'shandan so'radim. Shunchalik qilib ehsonga qo'yibsanmi? Bolalarim uchun 5.000 jo'nat dedim. Bermadi, bir tiyin bermadi.
Men o'sha mahaldam Allohga solib kelaman buni. Chunki hech mayli pul bermasang ham videolarini ol, erim desam videolarini ham olmadi. Bu haqida Turdi, doim turdi. Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilmadingizmi siz? Qilmadim, chunki meni o'g'lim Koreyaga ketish kerak edi. Imtihondan o'tuvdi. Men bu avaz haromi bilan olishgani kuchim yo'q, o'g'lim ag'da tursa. Qo'rqardim bergani. Mana endi o'g'lim yonimda. Qo'rqmayman, shuning uchun sizga bemalol intervyu beryapman. Hop, juda ham yaxshi opa, bo'lmasam bu narsani internet tarmog'iga olib chiqishga qarshi emassiz opa? Yo'q, bemalol olib chiqavering. O'sha narsani ko'rsatamiz, tegishli joylarga bu haqida ma'lumot beriladi opa. Ammo uzr, men ko'rinib intervyu bera olmayman. O'g'lim so'kadi, javraydi. Tushundim opa Shunga- sizni. Ha. Mana shu hozir suhbat qanday bor, shunday joylashtiramiz xalqqa tushunarli bo'lishligi uchun. Agar qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, biz albatta siz bilan aloqaga chiqamiz. Aloqada bo'lib turing. Bu Xo'p, mayli. intervyu internet tarmog'iga joylashtirilgandan keyin opa sizga aloqaga chiqishi mumkin o'z tegishli joylardan. Ularga ham bemalol Mayli, ma'lumot berasiz. Avval lekin Mayli, ularni kim kimligini chiqsa ma'lumotni beraveraman. Chunki men Alloh ko'rib turibdi, qo'rqmayman. Men bayda 1 so'm pul ham olmaganman, yemaganman ham, men bayda yomon ish ham qilmaganman. Shuning uchun hammaga ochiq oydin borini gapira olaman. o'sha avval sizni qo'rqitganligi haqida qandaydir bir dalillaringiz bormi opa? Voy o'lsin, qarang, 5 yil oldin WhatsAppdan gaplashganda yozib olish funksiyasi bormidi? Yo'q-da. 5 yil oldin gaplashganmiz, 2020. Shunda qo'ng'iroq qilib gaplashgansiz. WhatsAppdan, WhatsAppdan telefon qilardi. Telefon qilib Ana gaplashgan. unda Masalan, hozir ham men WhatsAppdan gaplashsam, odam men bilmayman telefonni. U mahalda umuman yozib olish funksiyasi bo'lmagan. Bo'ldi opa, bo'lmasam tushunarli. Siz o'sha turmush o'rtog'ingizni bitta rasmi bo'lsa menga tashlab qo'ying. Qolganini yana gaplashamiz, Hozir men xo'pmi? sizga nimaga pasportlarini kserokopiyasi bo'lsa tashlab qo'yaman. Xo'p, opa, siz bilan gaplashdik. Bo'lsa salomat bo'ling. Intervyuga rahmat. Siz bilan yana aloqadamiz. Bo'pti, xo'p.